Yani 8 soatdan beri prosta pasportimizni olib ushlab o'tirishibdi. Sababi o'zbek bo'lganimiz uchun. Mana shuncha akalar mana Samarqanddan uchdik, to'g'rimi? 8 soatdan beri pasportimizni olib qo'yganlar Abu Dabida, hech qanaqa savol javob yo'q, hech qanaqa sabab yo'q. Mana o'tiribdilar. Agar shu yerda Yevropani yo Amerikani fuqarolari bo'lganda, ularning pasportlari menimcha boshqacha gaplashgan bo'lardi. Bizanikilar esa prosta telefonni ko'tarmaydi. Biz nima qilaylik mana? Shuncha xalq 8 soatdan beri sarson, sargardon o'tiribdi. Na pasportimizni beryapti, na jo'natyapti. Mana hech narsa yeganlari yo'q, hech narsa ichganlari yo'q. Hayronman, kim ham yo'q. Yeyishga, borishga yerlarda o'tiribdi mana. Da sabab yo'q, hech narsa gapirgisi kelmayapti. Nima problema desak, o'zbek problem. Tamom, bitta gap topib olgan o'zbek problem. Qanaqa problema? Aybimiz o'zbek bo'lganmizmi? Bu xatti-harakat не только bizani, butun O'zbekistonga bo'lgan hurmatsizlik deb tushundik menimcha hammamiz, to'g'rimi? O'zini samolyotda uchdik. Raz davlatga qo'ymay ekaning. Nimaga uchirding, nimaga olib kelding bu yergacha? Kecha va undan oldin kuni ham kelgan odamlar bor, o'zbeklar bor. Posolstva telefonni ko'taringlar. Ayni paytda 10 ta odam qolganmiz. Shu O'zbekistondan kelgan. Ortga qaytishga bilet yo'q, chipta qolmagan. Eng yaqin chiptani 5 yoki 6 iyunda olish mumkin deyishyapti. Shuning uchun na keta olamiz orqaga, na shaharga kira olamiz. Na u yoqlik, na bu yoqlik. Shuning shunaqa arosatda qolib ketdik. O'shaning uchun sizlar ham kelishdan oldin sal o'ylab ko'ringlar, maslahatim. Ayrim baribir tur firmalari ham bunisiga garantiya bera olmayapti. Chunki bu lotereya bo'lib qoldi. Ular ham hech narsa qilib bera olmayapti. Konsullik ham, bundan tashqari bilan boshqa tashkilotlar ham aralashdi. Lekin hozircha umuman foyda bo'lmayapti. Mana shunaqa kayfiga ushlab o'tiribdilar. Telefonim qo'limga tushdi. Bilmadim, men 8 soatdan beri prostatagi shu o'zbeklarni ushlabdilar. Именно o'zbeklarni. Qolgan hech kim любой, даже hindlar ham o'tib ketib bitta o'zbeklarni ushlabdilar. Yo'q, bla. Shunaqa hamma bitta shunaqa xonada. Mana joylarni qamab qo'ydi. Telefon bilan qamab qo'ydi. Voy, video olganimizni ko'rdi. Men bir o'zim qamab qo'ydi, qolganlar tashqarida o'tiribdi. Boyagi videoni galereyadan udalib qildirdi. O'sha internetda qo'yib yuborganim, o'zbek qilganim. Hayolga kelmadi. Instagramga qo'yganim.